Meliodas va Ban Purgatoriydan qochish uchun ko'p yillar davomida iblis qiroli bilan jang qilishdi. Banning yangi qobiliyati hamda Wildni o'zini qurbon qilgani tufayli ular Purgatoriydan qochishga muvaffaq bo'lishdi. O'z dunyosiga qaytgan Ban butun kuchini iblislar bilan jangda sarflagan Elaine'ni abadiy hayotidan voz kechib tiriltirdi. Shu vaqtda Mayl, King va boshqalar bilan birga Camelot qal'asiga yo'l olishdi. Ha, bu aniq. Bu bizning taqdirimiz. Ajib. Men haqiqiy iblis nomli gunohkorman. Bo'lishi mumkin emas. U Meliodas qilgan zulmat bo'shlig'ini tarqatib yubordi. Bu ularning haqiqiy ko'rinishi. Biz shunchaki barcha imkoniyatni boy berdik. Bu hikoya inson va inson bo'lmaganlar hali ham birga yashayotgan vaqt haqida so'zlaydi. Muqaddas urush yana boshlandi. Britaniya taqdirini hal qiladigan bu urushning natijasini hatto ma'budlar ham oldindan ko'ra olmaydi. Lekin bir narsani ular taslim bo'lmaydi. Ular yovuz kuchlarni yo'q qilish va yaqinlarini himoya qilish uchun kurashishadi. Ular tanlangan qahramonlar 7 o'lim gunohi deb ataladi. Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. 今あなたと過ごした時間が僕の罪になるさまよこの輪廻の中で数えたのは微笑みか痛みだけこの夜の中で叫べQanday zaif. Quyoshing yuqorida bo'lishiga qaramasdan hammasi shumi? Ha, menga kerak bo'lgani hammasi shu. Cruelsan. Endi biz faqat King va boshqalar bilan uchrashishga umid qilishimiz mumkin. Ungacha qo'ldan kelgancha tirik qolishimiz kerak. Ishonchim komil, tirik qolishdan ko'proq narsa qila olamiz. Ahmoq bo'lmang.
Sizni o'limingiz allaqachon belgilab qo'yilgan va hech kim sizni qutqara olmaydi. Exterminator ey! Birinchisi tayyor. Bu nima? Uzoqdan ulkan narsa yaqinlashmoqda. Bu axir keyinish istifoli. Unday bo'lsa, Kingni o'zi qayerda? Katta ehtimol bilan u buni masofadan boshqarmoqda. U pari qirolining kuchini to'liq uyg'otgan. Yetti o'lim gunohimi? Masofa noma'lum. Ammo shimoldan ko'plab kuchli kuch manbalari bu yerga kelmoqda. Menimcha buni uddaladim. Shastifolni uzoq masofadan faqat bitta ko'rinish bilan ishlatish mumkin. Bu juda ham ko'p energiya sarflayapti. Men buni tezroq tugatishim kerak. To'rtinchi shakl, kunga boqan. Yomon. Ketolmaysan. Qanday katta kuch. Qanday dabdabali. Nima? Meni hujumim tarqatildimi? Haqiqiy iblis. Buni menga qo'yib berishing mumkin. Sen Eskanor va Merlinni yo'q qilish uchun bor kuchingni sarfla. Qanday g'ayrioddiy jang. Bu yerda yo'qolib ketishimizdan avval biroz imkoniyat bor. Guild Hunter, bu yerdan qochishing kerak. Hech qachon. Men Margaretni tashlab o'zim qochib keta olmayman. Mayil tirik ekan. Men o'sha nopok iblislar uni o'ldira olmasligini bilar edim. Margaret. Hendrikson, meni Mayilni oldiga olib bor. Lyudosiel sama. O'tinaman. Men bu hayajondan uchish yoqda tursin. Hattoki oyoqda yura olmayman ham. Achinarli, to'g'rimi? Ustimdan kulishing mumkin, lekin sendan o'tinib so'rayman. Bechora. Surgun. Margaret. Mana bu qanotli odam. Margaretning tanasidan ajraldimi? Demak bu to'rt bosh farishtadan Lyudosielning haqiqiy tanasi. Surgun faqat iblislarni o'ldirish uchun emas. U hatto iflos suvdan hamma ifloslikni olib tashlab, uni toza qilishi mumkin. To'g'ri, u bunchalik zaiflashmaganida men muvaffaqiyatga erishmagan bo'lardim. Agar biror joyda xato qilgan bo'lganimda, u mendan shubhalanib yaqinlashmagan bo'lardi. Hendrikson, nahotki sen boshidayoq Lyudosielga sodiqlik qasamyotini ichganing sababi shumidi? Ko'rinishidan men buni uddaladim. Endi
Malika Margaretni olib bu yerdan qoch. Sen nima qilmoqchisan? Shu yerda qolaman. Men juda ham ko'p xato qilganman. Sen otangni o'ldirganimdan keyin Margaret xonimni garovga oldim va seni ham juda qiynadim. Qolaversa, uni shunday tashlab keta olmayman. Va nihoyat, seni otangga bu xabarni yetkazmoqchiman. Unga har doim qarab yurdim. Endi ket. Hendrikson, meni aldashga qanday jur'at etding? Men buni to'lashga tayyorman. Iltimos, meni ruhim hamda tanamni olib, o'zingiz uchun idish sifatida ishlating. Men o'limdan umuman qo'rqmayman. Shunday ekan, o'z kuchingizdan xohlaganingizcha foydalanishingiz mumkin. Alvido, Dreyfus. Befoyda qarshilik qilishni to'xtat. Sen hech qachon g'alaba qozona olmaysan. Buni haliyam befoyda deb o'ylaysanmi? Menimcha sen buni payqagan bo'lsan kerak. Bu yerga yo'l olgan faqatgina senlar emassanlar. Nima? Hoy Elizabet, buni sezdingmi? Bu nima? Oldinda nimadir borligini his qilyapman. Bo'lishi mumkin emas. Bu nima, Mayl? Zeldris, bularni hammasini avvaldan hisoblagan ko'rinadi. O'shanda men yo'q. Estarossa 4 amirni yutayotib, zulmat tubiga cho'kib, deyarli o'lim yoqasida qolgan. Demak, bu Maylni tanasini tark etgan 4 amirmi? Agar bir necha amir birga bo'lsa, ular ancha kuchliroq bo'lib, onga o'xshagan narsaga ega bo'ladilar va bir-birini tasavvur qilib bo'lmaydigan kuch bilan jalb qila boshlaydi. Kamelotda menimcha Meliodas allaqachon 5 amirni o'zlashtirgan bo'lishi kerak. Men ular intilishi mumkin bo'lgan boshqa joyini ko'rmayapman. Bu shunchalik yomonmi? Ha, butunlay. Qanday to'xtatamiz? Buni iloji yo'q. Yo'q, agar barcha amirlar bir joyga to'plansa, Meliodas rostdan ham iblis qiroliga aylanadi. Unda menimcha hammasi joyida. Melaskulani amri Merlinni qo'lida emasmi hozir? Menimcha allaqachon kechikdik. Melaskula muhrni o'zi buzdimi? Yo'q. Bunga amirni daxli borga o'xshaydi. Nihoyat shu yerda. Gilda. Yana biroz. Yangi iblislar qirolining tug'ilishi. Biz ulgurmadik. Bundan yomoni bo'lishi mumkin emas. Taslim bo'lishga hali ham erta. Eramotoykot. Inyaki sonok. Ono musklos. Ona kijinete busu. Oemot. Merlin. Odessaha. Bu oxir bo'lishi mumkin emas. Taqiqlangan afsun vaqt tobuti. Billa vaqtini orqaga qaytarmoqchimisan? Bunga yo'l qo'ymayman.
Eskanor. King, menga yordam bering. Shunchaki menga 12 daqiqa kerak. Ko'rinishidan hammasi tugadi. Yo'q. Merlin xonim, albatta. Albatta hayronman. Uni vaqtni boshqara olishini kutmagan edim. ウジにオーニフォコの Lekin u afsonini tugatmagunicha o'ldirilishi aniq. Eskanorni endi haqiqiy iblisni to'xtatishga umuman kuch qolmadi. Pari qirolni uzoqdan boshqariladigan nayzasi anchagina kuchliga o'xshaydi. Lekin uni ikkita iblisga qarshi chiqishi deyarli imkonsiz. Va agar Meliodas iblis qiroli sifatida uyg'onsa, bizning mag'lubiyatimiz aniq bo'ladi. Ludosiya sama, nima uchun o'zingni bunchalik qo'rqoqdek ko'rsatyapsan? Menga har doim ma'budalar, hatto 3000 yil oldin ham odamlarni ruhlantirgan va yo'l yo'riq ko'rsatgan deb o'rgatishgan edi. Ha, biz insonlarning sevgisi va ibodati tufayli yuksaldik. O'sha farishtalarning ichida 4 bosh farishtadan biri bo'lgan Ludosiel ham bor edi. Lekin hammasi muqaddas urushda g'olib bo'lish uchun edi. To'g'risini aytsam, sendagi odamlar ham mendan shunchaki yuz o'girsa ham ajablanmayman. Men bu ikkalasini nima bo'lishidan qat'iy nazar qutqarishim shart edi. Bu esa ularning taqdirlari bilan o'ynaganim uchun to'lov. Men bunchalik ishonuvchan emas edim. Hali ham men uchun jonini qurbon qiluvchilar borligiga ishondim. Ha, sen meni xuddi yosh boladek aldading. Hali ham men seni hurmat qilaman va ibodat qilaman. Bo'ldi, buni bas qil. Boshqa meni alda olmaysan. Druidlar uchun ma'budalar xuddi o'z ota-onasidek. Axir farishtalar, ya'ni sizlar bizni g'alaba sari qunt bilan yetakladingiz. Ha, rostini aytsam, hafsalam pir bo'ldi. O'zing aytganingdek, seni Gil va Lady Margaretga bo'lgan munosabating haddan tashqari ortiqcha edi. Va o'z ukangni tirik ekanligini eshitib, sarosimaga tushganingdan keyin, ha, meni juda ham kulgim keldi. Hoy, sen og'zingga qarab gapir. Va aynan shuning uchun men seni yanada yaxshi ko'ra boshladim. Axir sen ham biz kabi ideal emasligingni angladim. Menda bunday imtiyozlar yo'q. Xavotir olma, menda ham shunday. Yaxshisi, meni tezroq idish sifatida ishlat. Senga sig'inadigan oddiy druid sifatida emas, do'st sifatida. Iltimos qilaman. O'zingni tayyorla. Shifo afsoni. Sen o'zing haqingda o'ylamasdan, faqat boshqalar haqida qayg'uradigan ahmoqsan. Ludosiel sama. Lekin o'zingiz aytdingiz. O'zingdan yuz o'girma. Senga o'xshash idish bilan kuchimni bir tomchisini ham chiqara olmayman. Bir vaqtlar meni ham do'stim bor edi. Sendek juda ham yaxshi edi. O'z hayotini boshqalar uchun qurbon qilgan ahmoq farishta. Sen o'lma, Hendrikson.
On ko'nera Edmo ko'ra Inira oton Ifso hisnak Edmo winaki Jonia kesonok O'lim sirtmog'i. Merlin. Eskanor, Endi seni navbating. tezroq sehringni oxiriga yetkaz. Idishsiz bu tanam yana qanchaga chidashiga kafolat bera olmayman. Lekin seni bu past darajali iblisdan himoya qilish uchun kuchim yetarli. Lyudosil, men buni bilardim. Menga o'xshagan odam kimnidir himoya qilishga qodir emas. Bu mening takabburligimni oxiri. Iltimos, meni jonimni ol. Yoki kuchimnimi, umuman menga farqi yo'q. Kim bo'lsa ham, shunchaki kapitanni, Merlin sanni qutqaring. Eskanor, sen bilan yana shunday uchrashamiz deb o'ylamagan edim. Menimcha bu quyoshning ishi bo'lsa kerak. Telegramdagi Anibro kanaliga qo'shilishni unutmanglar. So that's how you find me anytime, anywhere. 思い詰めた渦に飲み込まれて Words for ぶつけ合うばかりの力の使い道を気に病んでたって何もハモれをしないんだろう Look in my eyes nor my cheek rise そばにいたい Just be brave like you and must be stronger And your kiss when I got middle of me見つけた Cause I'm lucky to 何度でも繰り返す暁をさ Flash my legs according to you Get a card 溶けてけど Break the band and slip away From my rings and memories 交わした約束の最後を思い焦がすだろ There ain't no way I will always be there for you 痛さに結ばれるからもういいと Kutilmagan bellashuv, 7 o'lim gunohida buyuk poyga. 3-yo'lda Maylni jasadini tark etgan 4 ta'mir. 2-o'rinda o'lim halqasini bo'yniga olgan Eskanor. 1-yo'lak haqiqiy iblis. Joylaringizni egallang, tayyorlaning. Bunga qaranglar, haqiqiy iblis o'zi da'vo qilyap turganda ajoyib emas. O'lim halqasi. Keyingi qism 7 o'lim gunohi g'azab hukmi quyosh yordami.